Raspakovkani sizni fermangiz bor aka. Bitta ko'ring. Kazyo. Kaldim churib qo'yibman yo'lda. Bu gal o'lim kamroq xudo xolasa. Kalasini chiqarib keldingda. 2 3 5 6 6 dan chiqib. Aka, makonni ko'ring. Yirik, oq kallalik ham bor, qora kallalik ham bor. Akamiz hafsala qilib boqqan ekan. Mana desa. Xo'razni alohida mavzusini olib keldi. Biratga rahmat. Jalka qilmadi sotdi bizga. Petuxni ko'rsangizchi. Ha? Cho'chiga e'tibor bering. So'plarni uklatga qildirib kelgan. Yangi uyga keldi-yu. Boyagi jigar rangimizga jigar rangni berdi. Akaxon rahmat. Sotmay turuvdi, ko'ngli bo'lmadi, sotdi. Bunaqa makinalar ham bor-ku bizda. Yangi mehmonlar yetib keldi xudo xolasa fermaga. Mana qorasidan ham bor, oqidan ham bor. Bu sariq sotilmaydi lekin fermamizga. Juda haybatli. Videoda kichkina ko'rinishi mumkin-ku. Oxiri Xudoyim nasib qildi. Shundan ham boqamiz endi. Asalligini ko'ring. O'naqda ham bor qolgani. Aka mabodo indiska o'rdaga sotmoqchi bo'lsangiz, nomer qoldirib qo'yaman. Kelishib bo'lsa olamiz aka. Indiska o'rdalar sotib olmoqchi bo'lsangiz, makiyoni 120 ming so'mdan. Ko'proq olsangiz kelishamiz aka. Salomat bo'linglar, xizmat bo'lsa aloqadamiz. Meni qo'limda yursin, mashinada men aylantirib yuraman deganlar uchun ham mavzusi bor. Qora akamni ko'rsangizchi, rangi alohida mavzu bo'lib yotibdi buni. Xudoning qudrati rangni ko'ring. 120 dollarga berilar ekan. Mashalloh, bu ko'rsangizchi. Ketamizmi fermaga? Aka necha pulga berasiz oxirini men olaman. Qimmat etganmi aka? 120 dollar uncha pulim yo'q. Mashalloh, menga yoqib ketyapti bu. Necha pulga berasiz? Boshlardan silasiz buni g'ashi o'g'li. Ha, voy. Hech urushlar boqmaganman-da, men emotsiyaga tushiryapti-da. Aka, buni olasiz, prosta kayf surib yurasiz. Sizga do'stu bu. Mashinangizga qo'yib olib aylantirib yuraverasiz-ku. Qanchaga berasiz? 120 dollar bo'lishi. Bo'ladi, yoni 120 ekan, ko'niga yo'l topsangiz xudo xolasa arzonroq beradi. Lekin haqiqatan ham asar ekan. Buni olmaysiz, qashab qo'yadigan bo'lsangiz, aka kayfini qo'rar ekan u. O'ynaydigan billa. Mana ko'ring. Ay asal. Haqiqiy maqtovga arziydigan qush ekan. Ko'ring aka. Bitta o'zga oladigan yoki bolachangizga olib bersangiz ham bo'laveradi. Xursand bo'lib qoladi. Aka bozoringizni bersan. Malades, shunchalik boqib olibsizlar. Xudoyim g'oyibidan bergan qo'yni ko'ring. Qo'yda baraka deganda bitta buni pulidan tushunmaslik kerak. Umumiy oilangizga, fermeringizga, uyingizga baraka yog'ilganini o'zi bildirib qo'yarkan. Lebo yangi boshlayotgan fermerga tekin miq bo'lsa ham olib kelib o'tish kerak-da. Tekinu hadya-yu. Buni ayasimi, sherigimi suzib qo'ygan ekan. Kelib olib kelsangiz hadyaga beraman dedi. Yeb ichishlari joyida ekan. Mana shu oyog'ini jicha suzib qo'ygan endi ehtiyotsizlik bilan. Prosta qarovga vaqtimiz bo'lmayapti. Ehtiyot o'lib qolsa, jicha bo'lib qoladi. Siz yaxshi qarayapsiz. Mana soskada berib yuribsiz sutlarini. Qarasangiz, boqib olsangiz, aka men roziman deb berdi. Zo'r, o'zini yaxshi his qilyapti. Vitamin olib keldim. Beradigan kalsiy pastidan beryapman. Sabablarini qilyapman endi. Qo'yda hadya qilgan ukalarim sizlarga katta rahmat. Qo'shimcha bo'ldi-da. Mana qarang. Hammalaringizga, fermalaringizga baraka bersin. Harakatdan to'xtamay qo'yaveringlar. Xudoyim berguncha. Mana 7 ta bo'ldi nasib qildi. Qo'chqarchalardan boqishlik nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Yana bitta ko'paydik-ku.